Aziz aka, agar kelolmaydigan bo'lsangiz, bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku, aka. Ammo Allo doktor loyihasiga eng yaxshi shifokorlarni taklif etib qo'yganman. Okey, endi siz qanaqa bo'ladi? Ey, Oybek nima bo'ldi? deb Nigor opa, vaziyat mana bunaqa. Qarang, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi bepushtlik haqida edi. Men eng yaxshi shifokorlarni, oliy toifali shifokorlarni taklif etganman. Shahnoza Fayzullayevni bilasiz, yaxshi ginekolog. Yurtdoshim. Ha, oliy toifali. Undan tashqari urolog Sanjar Husanovni taklif etganman. Ular ham Rossiyada o'qib kelganlar, malakasi zo'r. Sizni taklif etdim endokrinolog sifatida. Aziz aka, haligi bitta bemorlari bor ekan, ertalab og'irlashib qolibdi. Unaqa odatlari yo'q edi O'shanga shekilli. safarga chiqib ketganlar. Nima deysiz endi? Ya Aziz aka, Bepushtlik, dolzarb masala. Birga olib boramiz. rozi bo'lasizmi? Конечно, mani butun umrli orzuyim. Boshlovchi bo'lish. Sizga kattakon rahmat Nigor opa. Yaxshilar, Aziz aka hech qayerga ketganlari yo'q. Faqatgina bemorlari ozgina og'irlashib qolgani sababli viloyatga safar ketishga majbur bo'ldilar. Bugun ko'rsatuvimizni biz bepushtlik mavzusiga bag'ishladik va boshlovchim juda ham yaxshi inson, yaxshi ona, yaxshi shifokor, oliy toifali doktor, undan tashqari endokrinolog Nigora Musakova bilan birgalikda olib boraman va albatta savollar juda ham ko'p bo'lgan muxlislarimizdan albatta javob berishga harakat qilamiz. Allo doktor loyihasi efirda. Assalomu alaykum. Biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Qarang, hammasi yaxshi bo'ladigan gaplar bor Aziz aka. Shuni aytib qo'ysangiz bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdik, boshlaymiz. Boshlaylik. Bepushtlik yildan yilga ko'payib ketyapti. Yoshlikdan boshlaylik, shu farzandim befarzand bo'lmasin deb. Albatta bunday energetiklar bora-bora insonni bepusht qiladi. Kelinimizda bu ayb degan tushunchalar bor. Qiz bola kiyintirilgan, shu paytgacha bilmagan u qiz bola emas, o'g'il bola bo'lgan. Hamma dorini sotib oldi-yu, diqqat bo'lmayapti. Semizlik bepushtlik olib kelar ekan. Nimaga oldinroq qilmadingiz shu rentgenni, oilani yillab pulini ketkazmasdan? Davololmayapsizlarmi? Vaqtini ketkazmanglar. Ko'p hollarda eko ham muvaffaqiyatsizligining sababi bu albatta oksidativ stress bo'ladi. Turmushga berishadi, keyin kelib opa bachadoni yo'q ekan deyshadi. Bu qanaqasi? Xudo tarafga etmang, boshidan bachadoni yo'q deysizlar. Bepushtlik faqat ayol kishida bo'lmaydi. Bepushtlik erkaklarda ham bo'ladi. Shu erkaklardagi bepushtlikni juda ham ko'p nima deydi, o'sha ota-onalar, qaynotalar esdan chiqib qoladi-da. Faqat shu kelinimizda bu ayb degan tushunchalar bor. Bepushtlikning sabablari juda ham ko'p. Endokrin kasalliklar natijasida kelib chiqadigan bepushtlik bor. Ginekologik kasalliklar natijasida kelib chiqadigan bepushtlik bor. Endokrin kasalliklar natijasida kelib chiqadigan bepushtlik yildan yilga ko'payib ketyapti. Masalan, qalqonsimon bez kasalliklarimizni mana butun endokrin kasalliklarni ko'payib ketishini oladigan bo'lsak, bu ikkinchi tip qandli diabet birinchi o'rinda tursa, qalqonsimon bez kasalligimiz, ya'ni bo'qoq, oddiy tilda gapira qolaylik, ya'ni o'sha bo'qoqni gormon ishlash faoliyati pasayib ketadi. Gipotireoz deymiz bizning meditsina tilida. Ya'ni o'sha gipotireozda ham bepushtlik kelib chiqishi mumkin ekan. Bu birinchisi, ikkinchisi buyrak usti bezi kasalliklarimiz bor. Juda ham ko'p ular. Bu sindrom Kushinga deymiz, bu buyrak usti bezidagi har xil o'sma kasalliklarimiz bor. Bular hammasi o'sha gormonlar buzilishi natijasida ayollarda hayz buzilishi yoki erkaklarda o'sha ereksilniy disfunksiya deymiz, ya'ni o'sha jinsiy faoliyatini pasayishiga olib keladi. Undan tashqari hozir 21-asr bu semizlar asri desa noto'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni semizlik natijasida, ya'ni o'sha insulin rezistentlik deymiz, ya'ni modda almashinishi buzilib ketishi natijasida ham o'sha jigarga yog' yig'iladi. Bizning jigarimiz bu gormonal organ hisoblanadi. Buni ko'pchilik bee'tibor qaraydi bunga. Ya'ni o'sha jigarda bizning o'sha polovoy gormonlar, ya'ni jinsiy gormonlarni o'sha butun metabolizmi, ya'ni o'sha aktivlashadi. O'sha yerda testosteron, estrogen, boshqa bir gormonlar o'sha jigar faoliyati buzilishi natijasida bepushtlik kelib chiqar ekan. Ya'ni semizlik gormonlarni buzilishiga olib kelar ekan.
va bepishlik olib kelar ekan. Yoshlikdan boshlaylik, shu farzandim befarzand bo'lmasin deb. O'g'il bolani ham endokrinologga olib boringlar, bo'yi pastroq demasdan normaga yaqinmi, balkim yod yetishmovchilik bo'yi pastlikni beryapti. Vazni kamroq, mayli hech qisi yo'q, ovqatni yaxshi ko'rmaydi-da, yemaydi-da, otasiga o'xshagan, tog'asiga o'xshagan demaylik. O'shani mundoq bo'yini, vaznini bular vohma bilan gapiradilar. 100 kilolik o'smirni olib keldinglar. Juda to'g'ri aytadilar. O'smirin bola 100 kilo bo'lsa, unda bo'ladi befarzandlik. O'smirlikdan boshlab gormonlar muvozanati o'zgardi. Bu bola boyimaydi, moyaklar rivojlanmaydi. Buni bular ta'kidlab hozir algoritm tuzib beradilar. Nimadan nima chiqib kelyapti. Albatta hozirgi paytda endokrin kasalliklar ustunda turibdi. Ginekologiya xastaliklari gapiradigan bo'lsak, ayoli nay yopiq bo'lishi mumkin. Trubnoy бесплодие. Nay yopiqdi, lekin shifokor yillab tuxumni davolab yotibdi. Oxirida esiga tushib qolishadi. Shu bir rentgen qilamizmi? Shuncha narsa berdim, hamma dorimni sotib oldi-yu, diqqat bo'lmayapti. Nimaga oldinroq qilmadingiz shu rentgenni, oilani yillab pulini ketkazmasdan? Bugun ko'rsatuvga ketaman deb qabulimni vaqtliroq yopdim, lekin mashinaga o'tirib chiqib ketyapsam, bir ayol yugurib kelyaptilar, qo'llarida qora plyonka, rentgen. Vaqtim yo'q, men kech qolmaysiz-ku ko'rsatuv. Vaholanki ko'rib bering. Shunda mashinadan ochdim, truba yopiq. Shunda ikkita nay bitib ketgan. Ortida 6 yil ayol 6 yil Toshkentni 4 ta taniqli klinikasida davolangan. Men mashinada ketib turib aytdimki, yo'q, bu yerda truba yopiq, davolamaylar. Yoki eko, yoki laparoskopiya, laparoskopiya bu bo'limda qilmaydi. Chunki shunda bo'linmasini oxirida yopilmaganda, quloqda yopilgan. Bachadonni quloqda yopilib qolgan. Demak, ayol aytadiki, shuncha yil men nima qilib yurdim? 6 yil. Vaholanki bir kunda tashxis qo'yildi. 6 oydan oshiq quvlashtirmaylar tekshiruvlarni. 6 oy ichida tashxis beringlar. Davolamayapsizlarmi? Cho'zmaylar. Bo'lmayaptimi? Vaqtini ketkazmaylar. Eko qilinglar. Chunki oila farzandli bo'laman deyapti. Butun dunyoda demografiya tushib ketyapti. Allohga shukr, O'zbekiston bolasevar. Ya'ni oilasini saqlab qolish. Saqlash, O'zbek xalqimizning eng nozik joyi shu yerda. To'liq insonlarda muammolar juda ham ko'p bo'ladi. Qandli diabet bo'ladi. O'sha aytganingizdek, ba'zi bir kasalliklarni ko'p uchrashini kuzatamiz. Lekin hozirgi paytda ko'p kuzatyapmiz. Bolalarimizni kerak emas bo'lgan kimikatlar bilan oziqlanishi, kerak emas bo'lgan tez pishuvchi ovqatlar bilan oziqlanishi, Ya'ni ultra chala pishgan go'shtlar bilan oziqlanishi bu ham katta muammo bo'lyapti. Ayniqsa farzandlarimiz vaqtida uxlamayapti. Farzandlarimiz kechasi o'sha kireshki deymiz yoki bo'lmasa qovurilgan kartoshkalar, chipslar deymiz, energetik mahsulotlar hozirgi paytda global muammoga aylanyapti. Sababi 18 yoshdan yuqori bo'lgan yigit-qizlarga sotilishi kerak bo'lgan bunday ichimliklar aslida bolalarga ham sotilyapti. Bolalar ham uni mazasiga qiziqib ichib ko'rishyapti. U yerda mana Sanjar aka biladilar, taurin deymiz, aminokislotlardan, kofein deymiz yoki kerak emas, hali u rivojlanmagan, hattoki sportga ham ba'zi bir sportlarga 16 yoshdan keyin olinadi. Lekin bolalarimiz 11-12 yoshli bolalarimiz energetik ichishyapti. Bu katta xavf yoshlar. Albatta bunday energetiklar bora-bora insonni bepusht qiladi. Yo gapimga qo'shilmaysizmi Sanjar aka? Biror bir qattiqroq gaplarni gapirmasak bo'lmaydi. Gapingizga 100% qo'shilaman. Bepushtlik multidisiplinar kasallik ekanda endi. Sababi bu yerda bitta jamoa, erkak va ayol. Bu bitta jamoa bo'lish kerak-da. Bizni mentalitetda hozir endi o'zgarib boryapti bu mentalitet. Doim ayol kishidan ko'rilgan. Ne tolka bizda, hattoki o'sha g'arb mamlakatlarida ham yaqin 20 yilgacha asosiy muammo bu ayol kishida bo'ladi bepushtlikda deb o'ylangan. Hozir zamonaviy tibbiyotda rivojlanishi, genetika fanini rivojlanishi shu narsani ko'rsatdiki, nafaqat ayol kishi, balki 50% erkak kishini hissasi borligi aniqlandi. Ya'ni tengma-teng ayolda faktori rol o'ynaydi bepushtlikda, tengma-teng erkak kishini faktori rol o'ynaydi. Endi ayollarda biz aytyapmiz ko'proq endokrin muammolarga, ginekologik muammolarga urg'u beryapmiz, anomaliyalarga urg'u beryapmiz. Erkaklarda-chi, bizda O'zbekiston territoriyasida erkaklarda aytib o'tganingizdek zararli odatlar deganda faqat sigaret tushiramiz.
aroqni tushunamiz, narkotik tushunamiz. To'g'ri ovqatlanmaslik ham bu zararli odat hisoblanadi. To'ppa-to'g'ri. O'z vaqtida uxlamaslik ham bu zararli odat hisoblanadi. Spermatogenez degan jarayon, ya'ni urug' ishlab chiqarish jarayoni, bu juda ham tashqi ta'sirlarga sezgir jarayon hisoblanadi. Ya'ni tana haroratining ko'tarilib ketishi yoki iqlimdagi global issiqlik ham spermatogenezga ta'sir qiladi. Ras. Ya'ni yoz kunlari nima qilamiz? Kimlardir taksi qiladi, issiq sharoitda taksi qiladi, issiqda o'tiradi. Bu ham yaxshi emas. Qish kunlari podogrevni uzoq yoqib qo'yadi. Mashinani isitgichi. Isitgichi-da. O'rindiq isitgichi. O'rindiq isitgichi yoqilgan holatda bo'ladi, issiq bo'lishi kerak, shamollab qolmasligi kerak, prostatit bo'lib qolmasligi kerak deb turib, me'yoridan oshirib yuboradi issiqlikni. Bu ham spermatogenezga ta'sir qiladi. Banya, saunalar, kontrastli dushlar, bular salomatlikni chiniqtiradi, organizmni deb o'ylashadi. Da, shunaqa. Lekin imенно spermatogenezga zararli ta'sir ko'rsatadi. Endi chekish har xil marixuana vositalari, sigaret vositalari, elektronli sigaralar, bular hammasi dunyoda meta-analizlar shuni isbotladiki, spermatozoidlarni metilirованный guruh bilan haligi birikib qolgan spermatozoidlar ko'payib ketishini bu tasdiqladi. Yana bir teoriya bor. Oksidativ stress degan teoriya. Oksidativ stress teoriyasi bu shunaqa meditsinani oldiga surib yubordiki, buni aniqlagan olimlar Nobel mukofotini olgan. Bepushtlikda, erkaklar bepushtligida, nafaqat erkaklar, balki ayollar bepushtligida, ko'plab endokrin, ko'plab kardiologik kasalliklarda asosiy puskovoy mexanizm bu oksidativ stress. Ya'ni o'sha varikotseliya ham oksidativ stress olib keladi, kriptarxizm ham oksidativ stressga olib keladi, jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar ham oksidativ stressga olib keladi. Erkaklar reproduktiv bezlari va a'zolarining yallig'lanish kasalliklari ham oksidativ stressga olib keladi. Va siz aytib o'tgan energetik ichimliklar va har xil snacklar, mana chips, nima yarim tayyorlangan mahsulotlar, bular ham oksidativ stressga olib keladi. Mana shu birinchi puskovoy mexanizm hisoblanadi bepushtlikda. Ko'p hollarda eko ham muvaffaqiyatsizligining sababi bu albatta oksidativ stress bo'ladi. O'sha dori vositalari deymiz, mana misol uchun ayollarda gormonlar bilan davolash yo'llari bor. Ba'zi bir paytda gormonlarni noto'g'ri ichishi natijasida ayollarni boshqa kasalliklar kelib chiqadi. Vazn to'planib to'planib ketadi, qandli diabet kuchayib ketib qoladi. To'ppa-to'g'ri Semizlik ham aytyapsiz. oksidativ stress. Ayol bizani xonamizga kirib kelyapti, 47, 49 kilo. O'shanda ozgina sport ber, o'sha 53 bo'ladi, normal mushakli massani yig'adi. Lekin shifokorlar hozir gormondasan sal semirtib yuboraman deydi-da, salli o'rniga 70 bo'lib ketadi. Va ayol hayzi to'xtab qolishi ta'kidlaydi. Men bu yoqqa o'zim oyog'im bilan xipchi bel qiz bo'lib kirib keluvdim, shuncha gormondagi qarang qanaqa ahvoldaman kirib kelishadi. Biz o'shanda Nigoraxonga murojaat qilib, endokrinologlar bilan birga ozdirib olsak, qarab sizga bizga yetib kelmadi ayol. 2 qat bo'ldi, homilador bo'ldi. Faqat qo'ng'iroq qiladi. Men ozuvdim, hayzim tiklandi. Har bir kilo yog'i ichida 10,000 kilometr tomirlar ishlab chiqazar ekan. Endi u kislorod o'g'irlashini tasavvur qiling. Demak, organizm o'shatga qonni yuboradi, bizani oziqamizni yoqqa yuboradi. Lekin bechora tuxum va buyrak kislorodsiz qolib ketyapti. Uni oziqasi yo'q, uni faoliyati yo'q. Shuni sifatidan mana sizga befarzand. Lekin bu yatragen. O'sha shifokor noto'g'ri taktikasini asoratida xastalikni chuqurlashtirib, hattoki hayz to'xtashiga olib keldi. Yana bitta narsa haqida aytmoqchiman, aynan bizani o'zbek millatimizga. Turmushga berishadi, keyin kelib opa bachadoni yo'q ekan deyshadi. Bu qanaqasi? Bu qanaqasi? Axir bu sizlarni O'zbekiston ta'minlayapti-yu dispanserizatsiya bilan. Nima qizinglarni bekitasizlar? Nima doktorga bormaysan? Hozir telefon qilib gaplashib beraman deysizlar. Nima maktabda hamma ko'rikdan o'tayotganda qizinglarga spravka tayyorlab kelasizlar. Nimaga sotib olasizlar spravkasini? Bilyapsizlar, hayzi yo'q, kasali bor, bekitishni xohlaysizlar. O'sha bechora oila to'y qildi, mablag' kirg'azdi. 1 yildan keyin turmush o'rtog'i bilmasin, xudo tarafga aytmang, boshidan bachadoni yo'q deysizlar. Bachadonsiz ayol ham ona bo'la oladi. Shuni vaqtida murojaat qilsanglar, balkim muhokama qilib to'g'ri yo'nalish tanlar deylar.
shuni ham haqida gapiraylik, Albatta. bekitmaylik. mani butun ichimdagi dardlarimni Shahnozaxon aytib bo'ldilar. Yaqinda bitta voqea bo'ldi-da. Ha. Real Bemalol. case, biz operatsiya qildik. 11 yoshlik qizaloq topib kelyapti. Sirg'alari hamma yo'g'i joy-joyida, как qiz bola kiyintirilgan, o'zi ham qiz bola. Shu paytgacha bilmagan u qiz bola emas, o'g'il bola bo'lgan. O'zi aslida o'g'il bola bo'lgan, genetik Xudoyim uni o'g'il bola qilib yaratgan bo'lgan. Faqat jinsiy a'zolarda anomaliya bo'lgan. O'sha anomaliya развития. epigenetik muammolar, ya'ni SRY genda o'zgarishini hisobiga ham ayollarda jinsiy a'zolari rivojlanadigan protok, Müllerov protok ham rivojlangan. Bu yoqda erkaklar nimasi, Wolf protok ham birgalikda parallelni ketgan. Germafrodit. Va da shu holatda Müllerov protok dominantlik qilib qolgan. Fenotipik tashqaridan ko'rganimizda qiz bolaga o'xshab qolgan. Uni bemorni murojaat qilib kelishini sababi chov sohasida, ya'ni paxvoy kanal deymiz, og'riqlar bo'lgan. Ikkala tomonda kuchli og'riqlar bo'lgan. Bu og'riqlar hech ham qolmagan. Dori-darmonlar qilishgan, yallig'lanishga qarshi vositalardan foydalanishgan, lekin ta'sir qilmagan. Qabulimizga kelganda ultratovush tekshiruvida moyak aniqlanyapti. Chov kanalida, chov kanal yuqori qismida moyak aniqlanyapti. Keyin srazu tomografiya qildik. O'ng tomonda moyak paxvoy ektopiya, chap tomonda moyak paxvoy kriptarxizm bo'lgan. Va Funksional ishlayotgan moyaklar. MSKTda aplaziya vлагалища, Qini yo'q. Aplaziya matki vлагалища приdatки. aytib turing, qini ya'ni yo'q. qin, bachadon, yo'q. tuxumdon yo'q. Unda moyak bor. Ya'ni U erkaklar tuxumi. erkak. O'zi ayol deb o'ylagan o'zi. Lekin Srazu vaqtida aniqlanmagan. karyotip qildik. Genetik tekshiruv qildik. Ha. Bu o'g'il bola dedikda, karyotip tekshiruv qildik. Karyotipda 46XY. Bu o'g'il bola. O'g'il bolaligi isbotlandi. Hamma Aytadiki, shokda. shokda. Ota-onasi aytayaptiki, buni biz rosa urardik, rosa so'kardik. Bu o'g'il bolalarni o'ynaverardi. Ana. Velosiped minib o'g'il bolalarga qo'shilib o'g'il bolalarni hech kim o'ynashni yaxshi e'tibor ko'rardi. bermaydi. Deb aytyapti. Haligi instinkt bor-da, bu o'g'il bola. O'g'il bolacha. Davay dedik, plastika qilamiz dedik. Birinchi etapda moyakni tushirib olish bo'ldi. Chunki moyaklar yaxshi, hali 10 yoshli, 11 yoshli bolachada moyaklar zo'r. Moyak tushirib oldik. Moyak tushirganimiz hisobiga endi testosteron zapuskatsiya qilishni boshladik. Endi qarang, 11 yil qiz bola bo'lib yashadi. Gormonlar umuman boshqacha ishlagan. Endi 11 yildan uyog'iga ham yashash kerak. U farzandli bo'lish kerak. Unda erkaklik gormoni, testosteron dedik, prolaktin bor, estradiol bor. Endi bu gormonlar hammasi har xil ishlaydi. Bu yog'iga nima bo'ladi? Endokrinolog bilan muntazam ravishda ishlaydimi yoki hayot ozginadan keyin to'g'rilanib ketadimi sizning plastik jarrohiyingiz, shifolaringizdan so'ng? Hozir endi bu yerda mana birinchidan biz operatsiya qildik. Bolani polniy sochlarini olib tashlashdi, sirg'alarini olib tashlashdi. Bola xursand уже. Men o'g'il bola bo'lganidan xursand. Unda hash instinkt bor ekanda o'g'il bolani. Endigi etap biz moyakni olib tushib oldik. Moyakni o'ziga imkoniyat beramizda. Pubertat davrida testosteronni zapuski bo'ladi. O'zi rivojlanib ketish ehtimoli bor. Ehtimoli bor. Biz Da. hozir kuzatuvga nima qilamiz? 16-17 yoshgacha kuzatamiz. Demak, Agar 17 yoshgacha kuzatiladi. Kuzatiladi, chunki jinsiy olatni o'sishi yuzaga kelishi mumkin. Agar o'sishdan ortda qolsa yoki oz miqdorda o'ssa, kelajakda bu yerda neofalus, yangi, ya'ni rekonstruktiv operatsiya, jinsiy olat yasash operatsiyasi qilinadi. Va shuni fonida bu to'liq reabilitatsiya bo'lmasa ham qisman reabilitatsiyaga erishadi. Yaxshilar, siz Allo doktor loyihasini tomosha qilmoqdasiz. Garchi ko'rsatuvimiz oxirlab borayotgan bo'lsa ham bir narsani aytmoqchiman. Talab va istaklarga binoan ko'rsatuvimizni davomini siz keyingi yakshanba tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Milliy TV ijodkorlari har doim eng yaxshi loyihalarni e'tiboringizga havola etishadi.